Alloh taolo bandalarini turli sinovlar bilan sinar ekan azizlar. Kimidir boy badavlat qilar ekan, bu ham bir sinov ekan. O'sha boylikka qay darajada aldanadi yoki o'sha boylikni to'g'ri yo'lga sarflaydi, bu ham bitta sinov. Ba'zilarni kambag'allik bilan sinar ekan Alloh taolo. Uni sabri qanday bo'ladi? Jazavaga tushmaydimi? Taqdirga tan berib bandachilikda bardavom bo'ladimi? Bu ham bir sinov. Kimidir sog'lom va quvvat qilib beradi, bu ham bir sinov. Kimidir zaif, zuafo qiladi, bu ham bir sinov. Va shu taqdir sinovlarning ichida yana bir sinov borki, kimgadir Alloh taolo ota-onasini bag'rida unib o'sishni, onani mehriga to'yib, otani mehriga to'yib, duolarini olib katta bo'lish baxtini berar ekan. Kimgadir Alloh taolo ota-onadan ertaroq ajrab, ota-onasiz, ya'ni yetim holatda katta bo'lishni taqdir qilar ekan. Bu hammasi taqdir. Allohning taqdiriga rozi bo'lamiz va mana shunday sinovlar boshimizga kelganda, o'zimiz ham va boshqalar boshiga shunday sinov kelganda, ularga ham dalda beramiz, yordam beramiz. Qaysi jamiyat bo'lishidan qat'iy nazar yetim bor azizlar. Yetim so'zi bizda qandaydir haqoratga o'xshab chiqib qolgan. Asli bunday emas. Kim yetim bo'ladi desa, balog'atga yetmasdan turib otasidan ayrilib qolganda haqiqiy yetim deyiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom otalarni ko'rmaganlar. Onalari Omina onamizni qorinlarida turganda otalari Abdulloh olamdan o'tganlar. Yetimlik haqida gapirganimizda beixtiyor Rasulimiz alayhissalom ko'z oldimizga keladi. Chunki u zot mana shu yetimlar sultoni edi.